Pinduoduo ilovasida mahsulot og'irligini bilishni o'rganamiz. Buning uchun biror bir mahsulotni ichiga kirib, momidor pastga tushirsanglar, u siflidan kelgan va magazinni magazin nomini tagida bunaqa rasmlar turadi. Undan keyin ham pastga tushiraverasiz. O'sha mahsulotni tasnifi keltirilgan bo'ladi, ya'ni mahsulot qanaqa materiallardan qilinganligi, rasmlari katta uzorlarda chiqarib beradi. Shundan so'ng pastida mana shunaqa ko'p tovarlarni, oyoq kiyimlar, sumkalarda shunaqa jadval chiqarib qo'ygan bo'ladi va mahsulot og'irligi ham hammasi yozib qo'yilgan bo'ladi. E'tibor bering, 27,5 santimetrligi 660 gramm ekan, ya'ni 0,66 kilogramm deb yozib qo'ygan. 0 virgul qo'ygan bo'lsa, bu grammdan hisoblaysiz, 660 gramm bo'ladi. Keyingisi 22 santimetrligi 940 gramm. Buni men hali tarjima qilib ko'rmadim. Siz tarjima qilib ko'rasiz va mana bu demak belgilar ham mahsulot eni, bo'yi, balandligi shunga o'xshash o'lchamlari yozilgan bo'ladi. Va 19 santimetrlik eng kichkinasi 330 gramm tashkil etadi deyapti. Mahsulot og'irligini bilish bizga karbo summasini oldindan chiqarishga yordam beradi. Lekin afsuski, hamma mahsulotlarda ham bunaqa jadvallar bo'lmaydi va mahsulot og'irligi yozilmagan bo'ladi. Ushbu holatlarda siz magazinchi bilan bog'lanib, mahsulot og'irligini so'rasangiz bo'ladi. Magazinchi bilan bog'lanish va qanaqa to'g'ri gaplashish alohida video darslikda o'rgatiladi.